Assalomu alaykum do'stlar. Bizda sotiladigan qo'ylar bor. Mana hila shoxlaydi. Shoxlamoqchi bu. Sotiladigan qo'ylar bor. Kelishtirib beramiz. Kommentda yozib ketinglar necha mingligini. Ana qora qo'y sal biz ham yaxshi bu yomonroq. Yoqma. Shu aqchaga borgan yomon ko'raman-da shuni. Sindiraveraman yerda. Ana qo'chqorlarimiz. Qolib nasib bo'lsa bundan ko'proq olib kelamiz. Ana yerda tog'larnikini ham shoxlab tamom qilgan uyini. Qaranglar buni. Qo'chqorlar endi sotiladi bular. Necha mingdan olasizlar shularni. Shu ikkalasini bir qimmatroq qilamiz. Mana qarama menga. Dumbalari ham katta ko'tara olmaydi ko'tini. Qaranglar qo'ylarni. Mana. Jambal. Hozir nimaga ichiga tushmayapsan desangiz, ular o'ldirib qo'yishi mumkin odamni. Chunki oldiga yaqinlashishni ham istamayman, borishni ham istamayman. Qaranglar buni. Bular hozir yuvosh-ku desanglar, kelib ko'ringlar, bilasizlar. Surxondaryo. Bittasini dadam 7 milliondan olgan. Bilmam necha milliondan tushar ekan. Kirgizishga ham balo qilib kirgizdik, shuni ham sindirdi. Jim bo'l. Hozir ovqat berishdi yaxshi. Yedirmaydi bu anoga. Bu yomoni bu. Birinchi marta bunaqa qo'y kelishdi bizga. Hammaga xayr, hammaga sog'lik. Bizga obuna va like.